Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, bugun auksiondan karnival olib chiqdik. Shu yegan joyi o'ng tomondan udar bo'lgan. Strashniy emas. Kapot, Krillo, bamper, fara ketgan. Balonlari shu 3tasi dam qo'yib yuborgan. Yili 2017. Probegi 42.600 qancha ham yurgan. 9 taligi bu. Probegi oz. Dizel motorida. Hamma yo'g'i yaxshi holatda. Shu mashina yurib turgan. 5 ключевой dastur. Optionlarga keladigan bo'lsa, cruise control, abagrev sidena, plus monitor, zadniy kamera, high-pace. 9 taligi. Ishlari yaxshi holatda. Motorlari ham yurib turibdi. Hozir yuzni ham ko'ramiz, xudo xolasa. Bittaga olyapti, motorida ayb yo'q, korobka hammasi zo'r. Shu aybi ozgina shu o'ng tomonda urilgan joyi bor akalar. Shularni shu holatida narxi 8 million deyapmiz. Ozgina kelishtirib beramiz. Probegi unaqa katta emas. Ekspertga xohlasanglar, ekspertga ham chiqarib beramiz. Zapchastlarni alohida topib, ularni ham qilib beramiz. Xudo xolasa. Ishlari yaxshi holatda, unaqa sidenalar urinib ketmagan. Pokiza holatda turibdi, endi bo'yka qilinmagan, to'g'ri tushunasizlar. Shu holatda 8 million deyapmiz. Ozgina kami bor, kelishtirib beramiz. Ekspertga desanglar, ekspertga chiqarib, Koreyaning ichida minmoqchi bo'lsanglar, tuzatib, Koreyaning ichida alohida dokumentiga отдельно pul to'lanadi. Ularni ham qilib beramiz, xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar. Sizlar bilan avtokarvon bo'ldi.